Salom, bu videoda men sizlarga qisqacha safar haqida muhim bo'lgan ma'lumotlar berib ketaman. Men o'zim safarga kirib chiqaman. 5 aprel kuni kirib chiqdim safarga. Bugun bo'lsa hamma nima qilish kerak, nima qilish kerak emasligini hamma to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda safar haqida umuman eshitmaganlarga qisqacha ma'lumot berib ketaman. Safar bu O'zbekistonni, ya'ni davlatni o'zini ichidagi test imtihoni, ALIS yoki boshqa SAT imtihonlariga o'xshab xalqaro emas u. Faqat davlatning o'ziniki. Bunda har xil fanlar, har xil ko'rinishda bo'ladi. Safarda o'sha multiple choice, o'sha multi level imtihonida ingliz tilida ko'p darajali, ko'p levelni bilish imtihoni. Bunda asosan B1, B2, C1 darajalar bo'ladi. A1, A2 bo'ladi. Ular pastrog'i. Ularda sertifikat berilmaydi. B1, B2, C1 da sertifikat beriladi. Bu safar imtihoni 4 ta bosqichdan iborat: reading, listening, writing, speaking. Reading, listening, writing bitta kunda bo'ladi. Ya'ni ular yozma, ya'ni o'qiladigan, eshitiladigan bo'yicha bitta kunda bo'ladi. Speaking, gapirish esa alohida kunda bo'ladi. Ko'plab o'sha viloyatlarda mavjud o'sha 3 ta qobiliyatni ko'pchilik bilan birga topshiriladi. Har bitta guruhlar bo'ladi. Bitta katta zalda o'sha guruhlarga bo'lingan bo'ladi. 2 ta nazoratchi bo'ladi. Speaking esa robotlarga o'sha, ya'ni kompyuterlarga topshiriladi. O'zi vaqtini beriladi. O'sha kun berilgan vaqtda robotlarga topshiriladi. 15 minut davom etadi bu speaking nimasi, imtihoni. Unda hamma biladigan bo'lsa kerak: part 1, part 1, part 2, part 3. Ular haqida detalli ma'lumot beraman. Endi muhim, get to the point qiladigan bo'lsak, maqsadga ko'tadigan bo'lsak, muhimroq ma'lumotlar beraman. Okay, birinchi o'rinda eng muhimi ID karta. Bu degani ID kartasiz borsiz, ruxsatnoma, sizga berilgan ruxsatnomalar kerak emas. ID karta, o'zingizni shaxsingizni tasdiqlovchi ID kartani olib olinsa bo'ldi, o'shaning o'zi yetarli. Qolgan kirish imtihonining nimasi, kopiya qilib chiqarib olish uchun narsalar kerak emas. ID kartani o'zi kerak xolos. Agar sizda telefon yoki shunga o'xshash narsa bo'ladigan bo'lsa, imtihonga ketayotganingizdan avval sizga buncha jeton sifat narsa berishadi, taxtali. O'sha raqamda o'sha siz telefon narsangizni qo'yib qo'yishadi, qaytib chiqayotganda o'shalarni olib olishingiz mumkin. Keyingisi iloji boricha hojatga kirmaslikka harakat qilib, kirmoqchi bo'lsangiz oldinroq kirib turib kelsangiz, chunki test boshlanishidan yarim soat avval, yarim soat keyin chiqarishmaydi. Boshlanishidan tugashidan yarim soat keyin yana muhim narsalar bo'lgan. Suv beriladi, ruchka beriladi. Ortiqcha narsalar shart emas. Hali cho'ntagingizda qolib ketgan qog'oz, narsalar bo'lsa chiqarib yuborishadi. Yozgan narsangizni o'qishmaydi hamki, hafta tepada burchaklarda o'sha imtihon topshirgan joylarda kamera bor. Birov bilan gaplashib, boshqa narsa qilish shart emas. Keyin endi yordamlarga o'tadigan bo'lsak, quloqchinlarlar kichkina, qulay. Uni chap tarafga taqilgan bo'lsa, o'ng tarafga taqilgan bo'lsa, bunday uzun shnurda balandlovchi, pastlovchi nimasi bor. Keyin mikrofon yoqadigan bor. Mikrofon yoqadigan shart emas sizlarga. Balandlovchi, pastlovchisi muhimroq. Keyin yana muhim narsalardan biri, borishdan yarim soat yoki oldin, o'sha yarim soat avval borishdan listeningni narsa eshitib ketsangiz quloq moslashadi. Chunki siz hozir o'zbek tilida narsa eshitsangiz, quloqingiz o'zbek tiliga moslashadi. Ingliz tilida 5-10 minut narsa eshitsangiz, ingliz tiliga moslashadi. Shuning uchun tavsiya etiladigan narsalar yarim soat avval ingliz tilida narsa eshitib ketish. Keyin agar siz ikkinchi smen bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi smenda tushgan ma'lumotlarni bir sitda ko'rib qolsangiz bo'ladi. Chunki bitta part bo'lsa ham, 2-3 ta savol bo'lsa ham qaytib tushishi mumkin. Ekstrakt bo'ladimi yoki writing bo'ladimi? Informatsiyalar shu. Keyin taxminan imtihonga o'sha registratsiya o'tiladi onlayn sayt orqali. Keyin ro'yxatdan o'tilgandan keyin o'zi vaqtini MyGo platformasi bor, programmasi ham bor, sayti ham bor. O'sha sizni saytdan onlaynda sizga hujjat tashlab beriladi. O'sha nimangizni, testga kirish ro'yxati, vaqti, qanaqa qaytlarda bo'ladi, o'shasi tashlab beriladi. Keyin speaking kuni pastda bo'ladi alohida. Speaking kuniga o'sha borib turib, keyin javoblarni ham ko'rsatib qo'yiladi. Masalan, 2-may chiqadi yo boshqa kun chiqadi turib. Keyin yana bitta muhim narsalardan biri answer sheet beriladi. Answer sheet qattiqroq, jichcha, bunday g'ijirlaydigan sifatroq bo'ladi. Writingda qog'ozlar ham xuddi shunaqa. Sizlarga tavsiya etiladigan narsalar yana birsidir. Bu men o'zim katta qilgan xatoyim. Answer sheetga ko'chirayotganda harflar kichkina yozib qo'yganman. Kattada kichkina yozib qo'ydingizmi, bo'yamang. Bo'yasangiz balkim kichkina hisobga olishar, bilmadim, aniq ma'lumot yo'q. Lekin katta yozilsin deyilgan. Agar kichkina yozib qo'ygan bo'lsangiz, bo'yash shart emas. Bo'yamasdan turib, просто tak
o'shani o'tkazib oling, iloji boricha hushyorroq bo'ling. O'sha SVHga ko'chirayotganda harflar to'g'ri belgilash, ketib qolmayaptimi deganlardan. Keyin o'sha harflarni, yoziladigan harflarni to'g'ri steplar ko'rsatib qo'ygan, qanaqa belgilashdi shular. Keyin yana boshqa ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, sifir imtihonida biladigan bo'lsalar, agar o'sha ko'plab mana ishtirokchilar bo'ladi, ko'plab odamlar qatnashadi, u ko'pchilik bo'ladi o'z zalda. Siz masalan zalga kirayotganda hayajonlanishingiz mumkin. Va oyog'ingiz qaltirab, o'zimda ham birinchida shunaqa bo'lgan, qaltirab hayajonlanganman. Lekin stulga o'tirgandan keyin 5 minut chuqur nafas olgandan keyin o'zi o'tib ketadi. Iloji boricha vaqtlarga borib turib, tayyorlanib turganingiz yaxshi. Masalan, imtihon boshlanyapti, bitta xonada tasavvur qiling, o'sha xonaga siz kirdingiz. O xonaga kirishingiz bilan imtihoningiz o'sha imtihon vaqti boshlanishidanmi yo qaysi vaqtda kirishingiz qat'iy nazar 5-10 daqiqa va sizda hayajon bo'ladi. Agar siz o'sha 5-10 minut vaqtlarga borib turib, o'sha hayajonga oldinroq bunday yuzmangiz face bo'lsangiz agar hayajonga oldinroq, u balki hayajoningiz ma'lum bir vaqtga oldinroqda hayajon bo'ladi, keyin tez boshlanishiga yaqin hayajoningiz tugashiga olib kelishi mumkin. Informatsiyalar shular. Men o'zim Sefir blog to'liq videosi bor. U videosi hali jarayonga ketyapti. Men o'zim Sefir topshirganman kecha kuni. Endi javobli speakingga tayyorlanyapman. Hozirda speaking 22-aprelda bo'ladi. 5-aprelda imtihon topshirdim. 2-may javob chiqadi. 2-may javob chiqsa qanaqa natija oldim, yana qanaqa strategiyalar bor, qanaqa strategiya yozdim, shu balda oldim, hammasini to'liqcha ma'lumot beraman. Video yoqqan bo'lsa saqlab oling. Agar Sefirga topshiradigan bironta yaqiningizga tanishingiz bo'ladigan bo'lsa jo'natib qo'ysangiz, unga ancha yaxshi bo'ladi. Agar siz may yoki undan keyinroqqa imtihon topshirmoqchi bo'lsangiz, kanalimga podpiska bosib qo'ying, chunki men o'zim qanaqa strategiya yozganimni, qanaqa ball chiqqanini sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Albatta 2-may kuni